Hadisa. Hey yo obunachilar hammaga salom. Sizlar bilan Artishok Minecraft. Bugungi videomizda biz nima qilamiz? Nima qilamiz bolalar? Hozir yuzni yoqa olmayman bolalar. Bu yoqni aytish shart emas. Orqaga fonda qanaqadir yosh bolalarning videosini anons kelayotgan bo'lishi mumkin ovozi. Bu sabab ukam televizorni ko'ratadi, boshqaga o'tmayman deyapti. Boshqani ko'rmayman deyapti. Shunda ko'rmoqchi. Televizor baland qo'ygan. Asabga tegaman. Kulgili videolar reaksiyamizdan qo'rqish video demoqchi edim. So'kinmaydigan YouTuber bo'lish kerak. YouTuberlar ne bo'ladi? Mana shu kanal yo'q. Zo'r kanalda videoni ko'rganman. Hozir qaranglar. Bu videoda mas unga qaramang. Mana shuni ko'raylikchi, valla o'zingiz aytasizlar. bu voqea bolaligimda sodir bo'lgan edi. O'sha vaqtda men kasal bo'lib qolgan edim va balkondan turib pastda bog'da o'ynab turgan bolalarni tomosha qilib o'tirdim. Avvaliga ular yog'och stolda o'tirib, lupa bilan nimanidir yoqmoqchi bo'ldi va quyosh botgandan so'ng bog' tomonga qarab ketdi. Endi uyga kirmoqchi bo'lgan paytim pastda g'alati bir odamni ko'rib qoldim. U eski kiyimlarni kiyib olgan, qandaydir bir psixopatga o'xshar edi. Shunga o'xshash animatsion multfilmlar o'zbek tilida tezroq chiqishi uchun kanalimga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Birozdan so'ng u g'ayritabiiy tarzda men tomonga boshini qaratdi. Haqiqatda bo'saliga Men qattiq qo'rqib ketdim va undan ko'zlarimni uzdim. U ham ortiga o'girildi. Men yana ko'zimni u tarafga bildirmay qaratdim. U hali ham o'sha joyda turibdi. Meni sezib qoldi. U men tarafga qarab kela boshladi. Butun borliqda mendan boshqa tirik zot qolmaganday, u faqat menga qarar edi. Men zudlik bilan uyga qaytib kirishga qaror qildim. Lekin u mening qayerda yashashimni ko'rib turibdi. Agar mening ortimdan chiqsa nima bo'ladi? Menimcha bu odam ko'chada qolgan uysizlardan biri bo'lsa kerak. U unchalik xavfli emasdir balki. Kechqurun yuz bergan voqeani onamga aytdim. Onam esa agarda shunday voqealar bo'lsa, politsiyaga qo'ng'iroq qil dedi. Bo'lib o'tgan voqealarga ham 3 kundan oshdi. Bu voqea deyarli esimdan chiqay dedi. Bolalar bilan o'ynab yurgan paytimiz biz tepalikka chiqdik va hamma joyni kuzatib turgan paytim o'sha odamni yana ko'rdim. U orqa tarafga o'girilib jim turar edi. Men unga qarashim bilan nigohlarini birdan menga qaratdi. U mendan deyarli 100 metr narida turardi. Endi men unga qaramasam ham, u mening ortimdan kela boshladi. Xuddi u meni kuzatayotgandek edi. Men o'rnimdan turib, uyim tomon yugurib ketdim. Agarda o'sha payti ketmaganimda, u meni o'ldirishi aniq edi. So'roq va 24 yoshdaman. Lekin hayotda bo'lsa ham qo'rqishi bo'lar. O'zingiz ham tasavvur qiling, o'rniga solib. Davom etamiz. Obuna bo'linglar kanalga. Ammo bu voqea kechagina yodimda. Qarab turish uchun esa Jasmina yonlashgan edi. Men 7da, ukam esa 4 yoshda edi.
ota-onamiz bir bayramga chaqirilgan edi. U 19 yosh va bolalarga juda yaxshi qarar edi. Ukam uni yaxshi ko'rardi, chunki u ko'proq telefon o'ynashtirligi, biz bilan o'yinlar o'ynardi. Bu safar u soat 9da chiroyli sviter bilan keldi. U sochini yoyib, bizga bo'yaladigan daftarcha olib kelgan edi va 11gacha televizor ko'rib daftarchani bo'yashni taklif qildi. Ota-onamiz kechroq kelishini va bu yangi yil esda qolarli bo'lishini aytdi. Ukam unga o'yinchog'ini maqtana boshladi. Endi belgacha hammasi odatiy edi. Dadagi koridorda bir ayol baqirganini eshitdim. Ungan shisha ovozlari ham kelib turardi. Sekin o'rnidan turdi hamda tekshirib kelib o'lchashni ko'tarishimizni aytdi. Yuzi vahimali ko'rindi va men undan nima bo'ldi deb so'raganimda javob bermadi. Shunchaki telefonini oldi va 911 ga telefon qildi. U pichirlab bizning joylashuvimizni ayta boshladi. U bizga tabassum bilan qaradi, ammo ko'zlarida qo'rquv bor edi. O'yin o'ynashimizni, hammomga borib yashirishimizni va tungi ningzalarga o'xshab ovoz chiqarmay o'tirishimizni ta'kidladi. Ukam juda xursand bo'lib ketdi, ammo men u yerda nimadir xato ekanligini bilardim. Aslida bo'yimizdan ushlab bizni hammomga yetakladi. Birinchi ukamni, so'ngra meni vannaga qo'yib, vanna pardasini yopdi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar ovoz chiqarmasligimiz kerakligini aytdi. Va men nima bo'layotganini pichirlab undan so'radim. U shunchaki ukang bilan vannada bo'lishga va'da ber deb aytdi. U burchakka borib o'tirdi va parda orqasidan bizga tikilib turardi. Biz havoga chiqib kelishini aytdi va unga ishonishimizni, bu yer xavfsiz ekanligini bildirdi. Ukam bilan vannada qo'rqqanimizdan bir-birimizni qattiq ushlab olgandik. Bizni nafas olishimiz va isitish tizimining ovozidan boshqa hech nimaning ovozi kelmayotgandi va shunda birdan ko'chadan oyoq ovozlari kela boshladi. Adam tovushi har bir eshikda to'xtab o'tayotgan edi. Men shu darajada qo'rqib ketganimdan ukamning o'zini bo'lim bilan yopib olgandim. Nimadir bo'lishini sezdim, ammo eshitishda davom etdim. Shunda oyoq tovushlari bizning eshigimiz oldida to'xtadi. Biroz muddat sokinlikdan so'ng eshik tastagi ovozi eshitildi va Jasmina sokin tarzda hozir politsiya kelyapti, shunchaki bu yerni tark eting deb aytdi. Shunda nimadir eshikni judayam qattiq urdi. Jasmina judayam balandlab men va ukam esa qo'rqqandan qaltirayotgan edik. Shunda mebellar singan ovozi eshitila boshladi. Oyoq tovushlari uzoqlashib ketayotgan edi. Ukam yig'lab yubordi va men uning og'zini qattiqroq ushladim. Kimdir mehmonxonaga judayam tezlikda bordi va hamma narsalarni, mebellar, yostiqlarni buzib tashladi. Va xonamni tepib kirdi. Shundan so'ng yuvinish xonasiga keldi. Men ukamni judayam qattiq quchoqlab olgan edim. Oradan biroz ochiq joydan uni ko'rdim. U uzun bo'yli va qora maska kiyib olgan odam edi. Qo'lidagi pichog'idan qon tomib turardi va u pardani ochishga bir vaqt bo'lganda Jasmina baqirdi. Erkak Jasminani urib keta boshladi va Jasminaning oyoqlari zinadan ko'tarilayotganligi eshitilib turardi. Shundan so'ng atrofni 7 tacha politsiya o'rab oldi. Ularning ba'zilari bizni ko'tarib ko'rpaga o'rashdi va nimani eshitganimiz haqida so'rashdi. Shu daraja qo'rqqanimdan ularning savollariga javob ham bera olmadim. Ammo bir narsani so'rardim. Jasmina qayerda? Ular javob berishmasdi. 20 daqiqadan so'ng ota-onamiz yetib kelishdi va bizani judayam qattiq quchoqlab yig'ilishayotgan edi. Qayta-qayta bizni xavfsiz ekanligimizni aytishardi, ammo men nimagadir ishonmasdim. Ko'chada o'ralgan bir narsani ko'rdim. Oq ko'rpada qon ko'rdim va tanish sochni ko'rdim. Tunda u bizni qutqaraman deb bo'lishiga bir vahim bo'lgan ekan. Qovurg'asi singan va bosh suyagidan katta jarohat olgan ekan.
Ham ko'rinishini ham Jasmina qariyb 6 oy kasalxonada o'tkazdi va u erkak qo'lga olingan edi. Uning ismi Furqat edi. Uni yana bir sherigi ham bo'lgan. Aslida esa ular umuman boshqa kvartiraga kirishmoqchi bo'lishgan. Yo'lidan chiqqan odamni o'ldirib ketavergan. Ammo biz Jasmina tufayli omon qoldik. Uni ko'rish uchun kasalxonaga bordim. U uyg'ongan edi va yuzlarida shishlar paydo bo'lgandi. U meni ko'rdi va jilmayishga harakat qildi. U mendan yaxshimisan deb so'radi. Men bosh siljidim va 7 yosh bo'lsam ham u tufayli tirik qolganimni bilardim. Ortiq u menaga bo'lib ishlamayapti. Shunchaki boshqa davlatga ko'chib ketdi. Ota-onam esa uni dori-darmonlaridan xabardor bo'lib turishdi. U biz uchun nima qilganini haligacha unutolmayman. Hozir ukam va men kattamiz. O'zimizning oilamiz, o'zimizning muammolarimiz bilan va o'zimizning kvartiralarimizda. Ammo har yangi yilda biz Jasminani eslaymiz. Ikkisi buyurtma qilib, yulduzlarga qarab 19 yil avvalgi bo'lgan voqeani eslab turardik. O'shanda u bizni hayotimizni saqlab qolgan va biz buni unutmaymiz. Obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Davom etamiz. Mana shu videoni ko'raylik, shu bilan video tugaydi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Stop. Siz obuna bo'lmayotgan bilaman. Nima kerak orttirasiz? Bitta bosib qo'yinglar, nimasiga tashladim. Davom etamiz. Norman bilan joydan beri gaplashar edik. Va u Bu kanal ukamniki, ukam bitta gapirsam o'tdan beri gapirmayapti. Gapir bilim. Men sanki Sizlar bilan Temurbek Minecraft. Endi sizlarlashasanmi? Meni ham kanalimga obuna qo'yinglar. Podpishka qilsa rahmat lekin. Video chiqmayotgan sababini ayt. Chiqmayotgan sababi Nima bo'lishi mumkin? Topinglar. kommentga yozib ketinglar. Nima bo'lishi mumkin? Agar yozmayman desanglar, bo'pti. Sabab nima qilasiz? Yozmaydilar. Uni topolmaydilar, bo'pti. O'zim aytaman. Sabab tayyorlovlarga qatnashyotgandik. Temur vaqti bo'lmayapti shu. Mana shu videoni chiqyapti. Davay. yangi yil dasturxoni uchun uyga taklif qildi. Uning uyi shahardan chiqqandan keyin 2 soatcha masofada joylashgan edi. Bu joy tong otganda ham biroz qorong'uroq turardi. Bu yerda hech qanaqa qo'shnilar yashamas edi. Biz mashinadan tushgandan so'ng eshikka yetib ulgurmasimizdan Normanning onasi eshikni ochdi va meni ushlab gapira boshladi. Aytishi bo'yicha ular meni kuni bo'yi kutib o'tirishgan emish. Va qo'limni yanada qattiqroq ushladi. Ichkariga kirganimizda esa qanaqadir eski taxtalarning hidi kelib turardi. Mebellar juda eski va yo'lda ketguncha qanaqadir dahshatli rasmlar osilib turardi. Mehmonxonaga borganimizda Normanning amakisi chiqib, meni juda chiroyliligimni aytdi. Men Normanga qaraganimda esa Norman uni shunchaki hazilga ol deb kulib qo'ydi. Nima deyishni bilmay qoldim. Tushlik mobaynida esa Normanning amakisi mendan ko'zini uzmadi, xuddi yeb qo'ygudek qarab turardi. Normanning onasi esa amakisidan ham battar edi. Har doim menga qarardi, qo'limni juda qattiq ushlardi va qanaqadir gaplar gapirardi. Tuymaganimni va yana bir qoshiq ovqat berishini aytdi. Men unga tuyganimni aytganimda menga juda yomon qaradi. Qo'lini yelkamga qo'yib, yana bir qoshiq azizim deb aytdi. Normanning otasi menga oilam haqida gapirib berishimni so'radi. Oilam haqida endi gap boshlagandim hamki, Normanning onasi meni gapimni shunchaki sovuqlik bilan bo'lib qo'ydi. Shunda Normanga qaradim, ammo Norman ovqatdan umuman boshini ko'tarmas edi. Bir soatlardan so'ng Normanning onasi qo'lida tort ko'tarib xonaga keldi. Tortning ustida esa bizning oilamizga xush kelibsan deb yozilgandi. Normanning otasi cho'ntagidan bir qutini olib stol ustiga qo'ydi. Qachonki Normanning qutini ochganida men juda ham ichimda sovuq terni his qildim. Qutining ichida g'alati uzuk bor edi. Shunda Normanning onasi "Norman, o'ylab qol" deb qo'rqinchli kulib qo'ydi. Norman mendan
turmushga chiqish haqida so'radi. Men Norman shunchaki axir endi 3 oy bo'ldi deb aytganimda Norman ha sen bilasan deb qanaqadir g'alati gapira boshladi. Men Normanga bu narsa bo'lishi mumkin emas deganimda uning onasining yuzi juda o'zgardi va menga sen uni qizisan shundaymi dedi. Men ha dedim va sen unga turmushga chiqishing kerak dedi. Men shunchaki vaqt kerakligini aytganimda qanaqa vaqt deb so'radi. Ular uchun 2 soatlik yo'lni bosib o'tganimni va Normanning qiziligimni, endi esa ular oilasining bir a'zosi ekanligimni aytdi. Normanning amakisi o'rnidan turib, meni haqorat qildi. Men shunchaki joyimdan turib ketmoqchi bo'lganimda Norman qo'limni juda qattiq ushladi va uning otasi ketadigan eshikni yopib qo'ydi. Normanning onasi orqamda turgandi. Norman esa meni qo'limdan juda ham qattiq ushlab olgan. Men ko'zimda yosh bilan uyga ketgim kelayotganini, qo'yib yuborishlarini yolvorib so'radim. Ammo uning amakisi ham keldi va ikkalalari birga meni kuch bilan stulga o'tkazishdi. Men kurashishga harakat qildim, ammo ular juda ham kuchli edi. Norman uni jahlini chiqarayotganimni qayta menga aytardi va otasi uzukni bo'yniga oldida menga uni taq dedi. Men yo'q deganimda amakisi qo'limdan tortib uzukka aytardi. Otasi esa menga uzukni olib kelardi. Shunda miyamga zo'rg'och g'oyasi keldi. Men ota-onam bu yerda bo'lishlari kerakligini, ular buni ko'rishlari kerakligini va bu bizning an'anamizligini aytdim va iltimos qilib yolvorib so'radim. Normanning onasi esa shunchaki bizga ular umuman kerak emas dedi. Men esa yo'q, iltimos, axir bu bizning an'anamiz. Men bu voqeani ota-onam ko'rishlari kerak deb aytdim. Normanning yuzi tezda o'zgarib ketdi va uning amakisi men yolg'on gapirayotganimda meni tezroq o'ldirish kerakligini qayta oilaga aytardi. Men esa yolg'on gapirayotganim yo'q dedim va shunda Norman rozi bo'ldi. Normanga xuddi menga ishon degandek qaradim. Norman esa yuzi o'zgardi. Meni qo'limni qo'yib yubordi va otasidan kalitni olib, men ularni olib kelaman deb oldi eshikka qarab yo'l oldi. Ammo uning otasi tinch ko'rinmas edi. Joyimdan sekin turdim. Normandan gapim bor deb aytdim va tortdagi sanchiqni shunchaki olib, kiyimimning orasiga yashirib Norman tomonga bora boshladim. Norman esa tushunarsiz tilda nimadir dedi. Normanga iloji boricha yaqinroq borishga harakat qildim va orada shunchaki 20 santimetr joy qolganida boyagi sanchiqni ko'ziga qadab qo'ydim. Norman esa qonga botgan yuzi bilan yerda yotardi. Shunchaki juda ham baland baqirardi. Mashina kalitlari yerda yotardi. Men ularni oldim va yugurdim. Normanning onasi esa menga juda ham yaqin kelgandi. Men Normanga qaramadim ham. Shunchaki mashinaga yetib borganimda uni yoqdim va Normanning otasi meni juda katta xato qilganimni aytardi. Shunchaki gazni bosdim va iloji boricha tezroq shaharga yetib borish yo'lini qidirardim. Ularning uchalasi ham uydan tushib turgan sariq yorug' ostida menga qarab turishardi. Men juda ham qo'rqib ketgandim. Qo'lim umuman qaltirashdan to'xtamas edi va o'sha sanchiqi umuman ko'zimning yonidan ketmasdi. Hozir ota-onam bilan shaharda turibman. Men bu voqea haqida politsiyaga umuman murojaat qilmadim, chunki Norman meni topishidan juda ham qo'rqardim. Video tugadi bolalar, shu yerda kanalga obuna bo'linglar. Ukam iloyim maqsadlariga yetsin, 1000 ta bo'laylik. Mana ham kanalimga obuna bo'linglar. Mana shu kanalga kirganidagi videoga obuna bo'lishni bosgan paytinglar video ikkita kanal chiqib turadi. Ikkalasiga ham obuna bo'linglar. Ikkalasi ikkinchisi meni kanalim Hamkor bilasizlar. Men kanalim
ko'tarish kerak. Yaqinda video chiqadi.